Savob kerakmi? Shu masjidga, shu shotga ihson qiling. Sizga Alloh tomonidan mengini bersin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Namangan oblasi Mingbuloq tumani Gulbog' jamoat xo'jaligida mana ko'rib turibsizlar, eng katta masjidlardan biri qurilyapti. Shu masjidni bitirish uchun biz yaxshi niyatlar bilan mana 2001-yil boshlaganmiz. Mana ozgina ishimiz qoldi. Xudo xolasa mana shu Qurbon hayitiga shu masjidni bitiramiz degan o'zimizni katta planlarimiz bor. Shuning uchun men Namangan oblasidan hamda musulmonlarimizdan, o'zimizning o'zbek xalqimizdan bitta iltimosim mana shu shtatimizga qo'llaringizdan kelgancha, imkonlaring darajasida bizga ozgina yordam qo'shishingizni biz so'raymiz. Hamda shu masjidga hammamiz kelib shu birga namoz o'qish hammamizga nasib qilaversin. Allohimni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Bundan keyin bizga berganlarini Xudoning taolosiga minglab, 100 minglab qaytarib berishini men Allohdan so'rab qolaman. Shu shotka, hozir birinchi etajda turibmiz, ha? Yashang, salomat bo'ling. Masjidda 3 etajga yetarli darajada 3 qavatga 5000 ta odam sig'adi ekan, namoz o'qiydi ekan, gelimlar kelingan, e'tiborlar uchun rahmat. Domla, mana shu masjidda 3-etajda turibmiz. Mana shu yerda, demak, bu yerga 5000 ta namozxon bir vaqtni o'zi namozxon o'qiydi. Qanaqangi xalqdan qanaqangi yordam kerak? Bizda mana shu ikkinchi etaj bilan mana shu balkonimiz qoldi. Shuni krasak, oq rangga krasak turib, hop, keyin mana gilomlarni olib kelib qo'yganmiz. Gilomlarni solsak tayyor bo'ladi. Demak, gilomlar birinchi etajga, ikkinchi etajga, uchinchi etajga 5000 ta namozxon o'qiydigan gilomlar kelingan. Lekin ozgina yetishmay turibdi. Shunga xalqdan iltimos qilyapmiz, ha? Xalqdan iltimos qilib shu ozgina moddiy yordam berib berib demak, Xudo xolasa juma Qurbon hayitida shu yerda hammamiz birgalikda kelayotgan juma hayit namozini mana shu yerda birgalikda Qurbon hayitida shayda o'qishni niyat qilyapman. Niyat qilyapsizlar. Salomat bo'ling. Berayotgan birlaringni Alloh sizlarga men qilib qaytaradi, Xudo xolasa. Rahmat. Salomat bo'ling. Hammalaridan iltimos, sog' salomat bo'linglar, birgalikda shu masjidda namoz o'qiylik. Birini bering, mingini olasiz, Xudo xolasa.